Erkin kesib olasizlarmi? Hapchilik bo'lsa ham bo'ladi. 2 oy tayyorlanib milliy sertifikat olaman deb turib, hali inkubatorlarga o'xshatib oladi o'zi. Bir paytda bo'ladigan bo'lsa, hali bo'ri tug'ildi marosim bo'lib qoladi. Xo'p, hurmatli o'quvchilar, bugungi mavzuimiz sodda gap va qo'shma gaplar. Ya'ni bizda milliy sertifikatda asosan 41-savolda tushadigan shakl. Qo'shma gaplarni bog'lovchi vositalar va bu vositalar qaysi qo'shma gap qismini shakllantiryapti va qo'shma gaplar orasida qanday mazmuniy munosabatni ifodalayapti degan savol. Bu ko'pchilik holatlarda milliy sertifikatga odamlar 1 oy yoki 1,5 oy 2 oy tayyorlanib milliy sertifikat olaman deb turib, hali inkubatorlarga o'xshatib oladi o'zi. Yo'q, lekin bu holatda tayyorlay olmaymiz. Nima uchun? Dastlab grammatikani yaxshi o'rganish kerak. Endi grammatikasi yaxshi, faqat essaysi muammo bo'layotganlar ular endi o'rgansa bo'ladi. Lekin grammatikasi ham qonun, essaysi ham qonun. Umumiy holatda nima shakllanadi? Qonun shakllanadi. Nima deydi? 5 marta, 6 marta milliy sertifikat topshirgan, milliy sertifikat olmayapman deydi. Shuning uchun eng yaxshi va eng zo'r ball beradigan shakllar bo'yicha gaplashamiz. Ya'ni bu milliy sertifikatni 41-savol. 41-savolda nima deydi? 41-savolda umumiy holatda qo'shma gaplar shakllari haqida gapiradi. Ya'ni ikkita sodda gapni bog'lovchi vositalar qaysi? To'g'rimi? Xo'p, ikkinchisi esa qanday grammatik mazmuniy munosabatni ifodalayapti deb turib, A, B shaklida savol tushadi. Shu savollarni ko'rib chiqamiz. Endi e'tibor bering. Birinchi o'rindagi narsa. Birinchi o'rinda biz qo'shma gap nima ekanligini bilib olishimiz kerak. Qo'shma gap o'zi nima? Qo'shma gap o'zi nima? Qo'shma gap nima degan savolga javob beradi. Qo'shma gap nima? Qo'shma gap nima? U qanday shakllanadi? U qanday hosil bo'ladi va nimaga ko'proq e'tibor berilishi kerak degan savollarni oldinga qo'ysak bo'ladi. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, qo'shma gap shakllari. O'zi qo'shma gapimiz nima edi? Uni sodda gapda nima farqi bor? Endi uyushuq bo'laklarni o'tganimizda bir esinglarda bo'lsa, qarang. Bu yerda qo'shma gap yoki sodda gap ekanligini kesimlardan bilib olamiz. Ya'ni kesimlar va kesimlik shaklni hosil qiluvchi vositalar. E'tibor bering, gapda 2 yoki undan ortiq kesimlik shakllarga ega bo'lgan kesimlar ishtirok etadigan bo'lsa, buni biz qo'shma gap deymiz. Endi gapda bitta kesim ishtirok etadigan bo'lsa-chi, u sodda gap. Hajmda qizig'i yo'q. Misol uchun aytadigan bo'lsak, ukamning katta sumkasida sizda yagona bo'lgan ruchkasini olishimga ko'zim qiymadi. Misol uchun, mana hayotiy misol. Birinchisi, ikkinchisi, qaramasang qaramayman. Qaramasang qaramayman. Endi shu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, ukamning katta sumkasida yagona bo'lgan ruchkasini olishimga ko'zim qiymadi. Bu birinchisi. Endi qaramasang qaramayman, bu ikkinchi. Mana bu 1. Mana bu 2. Xo'p, qaysi biri qo'shma gap, qaysi biri sodda gap? Siz nima qilasiz? Siz o'ta zo'r taxminchi odamsizlar. Nima qilasizlar? Bunday qarab turib, cho'ta bu 3 ta qatordan iborat. Bu katta gapda bu. Bu qo'shma gap. Hamma ikkita so'zdan iborat. Bu sodda gap bo'lsa kerak degan narsani oldiga qo'yib olasiz. Endi bu yerda qarang. Ukamning katta sumkasida yagona bo'lgan ruchkasini olishga ko'zim qiymadi. Kesim qani? Ko'zim qiymadi. To'g'rimi? Kesim. Boshqa kesim bormi bu yerda? Keyin hali nimalar bor? Ichimizda so'z turkumlar, gap bo'laklarni hali ham bir daraja topmaydilar. Xo'p, endi shu yerda qanday olishimga ham kesimmi deydi. Nimaga desa, fe'l deydi. Nima fe'l bo'lsa? Hamma fe'l kesim bo'lib keladigan qoidamiz yo'q. Demak, bu yerda bitta kesim bor. Bundachi, qaramasak, sa shart mayli, ne shart son. Demak, bu yerda kesimlik shakli bormi birinchisida? Demak, bu kesim. Qaramasang, qaramayman, nima qilmayman? Qaramayman, bu ham nima? Demak, bu gapni bitta kesimdan iborat bo'lib qoldi. Endi bu yerda kesimimiz bitta, mana bu gapda esa ikkita.
Demak, biz mana bu gapni biz sodda gap deymiz ekan. Chunki kesim nechta bo'lyapti? Bitta. Demak, buni biz sodda gap deymiz ekan. Sodda gap. Ha endi mana buni esa biz kesim ikkita bo'lganligi uchun qo'shma gap deb olyapmiz. Nima deymiz ekan? Qo'shma gap deb olyapmiz. Hamma tushunyaptimi demak? Mana bu sodda gap, mana bu esa qo'shma gap shaklida keladi. Hamma tushunyapti? Demak, buni yozib olinglar. Sodda gap bilan qo'shma gapning asosiy farqi nima ekan desa, sodda gapimizda kesimlik shakllar bitta bo'ladi. Qo'shma gapimizda esa ikki yoki undan ortiq shakldan iborat bo'lishi kerak. Endi mana qo'shma gap qismlari, ya'ni bizning bugungi eng asosiy mavzumiz bo'lgan qo'shma gap qismlari haqida gaplashamiz. Qo'shma gaplar nima? U qanday hosil qilinadi? Qo'shma gaplarda 3 ta narsani o'rganishimiz kerak. Qo'shma gaplar bog'lovchi vositalar. Qo'shma gaplar bog'laganda qanday mazmuniy munosabatni ifodalanishi va qaysi turga kirish qo'shma gap. Uchinchisi esa qo'shma gap tarkibidagi tanish belgilar. Shu uchalasi biz uchun juda ham kerak. Shu uchalasini o'rganishimiz kerak. Tushuntira oldimmi demak? Nimalarni o'rganish kerak? Xo'p, birinchisini o'rganib olaylik, ya'ni qo'shma gapni bog'lovchi vositalar. Qo'shma gap tarkibidagi sodda gaplarimiz albatta nimalar orqali bir bog'lanadi. Birinchisi, e'tibor bering va yaxshilab yozing. Birinchisini aytadigan bo'lsak, bog'lovchilar. Nimalar yordamida bog'lanadi ekan? Bog'lovchilar. Bog'lovchilar yordamida bog'lanadi. Bog'lovchilarimizni biz ikkiga bo'lamiz. Xabarimiz bor, bog'lovchilar ikkiga bo'linadi. Teng bog'lovchilar va ergashtiruvchi bog'lovchilar. Teng bog'lovchilar va ikkinchisi ergashtiruvchi bog'lovchilar. Ergashtiruvchi bog'lovchilar. Teng bog'lovchilar, ergashtiruvchi bog'lovchilar hisoblanadi. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, teng bog'lovchilarga nimalarni kiritamiz? Masalan, e'tibor qarating. Teng bog'lovchilar 4 turga bo'linadi. Teng bog'lovchilar 4 turga bo'linadi. Qaysi? E'tibor beradigan bo'lsak, birinchisi teng bog'lovchilar, biriktiruv bog'lovchilar deymiz. Mana, biriktiruv bog'lovchilari. Qarang ekan, biriktiruv bog'lovchilar. Hop, bularga va hamda ham bilan. Hop, endi ikkinchisi zidlov bog'lovchilar. Zidlov bog'lovchilar. Zidlov, ammo lekin biroq balki. Endi e'tibor bering, shu yerda yuklama bor. U, yu, da yuklamasi. U, yu va da yuklamasi bor. Mana shu yuklamada aytaylik zidlik munosabati ifodalanib qolsa, demak zidlov bog'lovchi deb ketamiz. Xo'p, endi qarang. Do'stim uyga keldi-da ish qilmadi. Da. Ammo lekin bilan birlashtira olyapmizmi? Demak, bu yerda zidlov bog'lovchi. Do'stim uyga keldi-da ish qilmadi, lekin ish qilmadi deb olsak bo'ladi. Xo'p, endi qarang. Nilufar uyga boradi-yu, ish qilmaydi. Nilufar uyga boradi, lekin ish qilmaydi. Yoki o'zini aytadigan bo'lsak, umumiy holatda u yo'dani shu yerda aytib ketaylik. Agar lekin bilan almashadigan bo'lsa, zidlov bog'lovchisi u yo'dani va bilan almashadigan bo'lsak, bu biriktiruv bog'lovchisi bo'lib ketadi. Qanaqa ekan? Biriktiruv bog'lovchisi. Biriktiruv bog'lovchisi bo'lib ketadi. Misol uchun, xo'p, biz Anjanga keldik-ku, to'g'rimi? Anjonni aytdi, to'g'rimi? Anjonidan o'zi Anjoniga. Xo'p, biz Anjanga keldik-ku, darsni o'tishni boshladik. Biz Andijonga keldik va dars o'tishni boshladik. Shu yerda va nima bo'lyapti endi? U yo'qda va bilan almashyaptimi? Demak, bu yerda zidlov bog'lovchisi emas, balki nima bo'lib ketyapti? Biriktiruv bog'lovchisi bo'lib ketyapti. Yaxshilab e'tibor qaratamiz. Xo'p, uchinchisi ketyapti. Qo'shma gaplarni o'tayotgani uchun buni ma'nolarini ham aytib ketaveramiz. Qo'shma gapni o'tayotgani uchun uni ma'nolarini ham aytib ketaveramiz. Qarang, e'tibor beramiz. Ayruv bog'lovchisi. Nima ekan? Ayruv bog'lovchisi. Ayruv bog'lovchisi qaysi? Desa, ayruv bog'lovchisi ikki xil munosabatni ifodalaydi.
ayirib bog'lovchi ikki xil munosabatni ifodalaydi. Mana shu yerda yozib ketamiz. Mana. Birinchisi, gelmegenlikni ifodalaydi. Gelmegenlik. İkincisi ise birini tasdik edip ikincisini inkar etadi. Birini tasdik edip ikkincisini inkar etadi. İnkar etadi. Birini tasdik edip ikkincisini inkar etadi. Mesela aytadigan bo'lsak, birini tasdik edip ikkincisini inkar etadiganiga yoki yo. Endi gelmegenlikni ko'ramiz. Gelmegenlik nima degani? Siz bilan biz so'zimizda aytganda birin-ketinlik. Ikkovsi ham bir paytda bo'lmaydi. Birin-ketin bo'ladi xolos. Masalan aytadigan bo'lsak, goh quyosh chiqadi, goh yomg'ir yog'adi. Ikkovsi bir paytda bo'lib qoladimi? Yo'q. Bir paytda bo'ladigan bo'lsa, hali bo'ri tug'ildi marosim bo'lib qoladi. Xo'p, endi e'tibor beradigan bo'lsak, shu yerda ikkalasi bir paytda bo'lmaydi. Gelmegenlik. Endi yoki bo'lmasam mana yoshligida esingizga tushib ketsa, to'g'ri bitta piyolani sindirib qo'ysangiz, tamom. Goh ammam so'kadi, goh onam uradi. Ikkovi bir paytda bo'lyaptimi? Yo'q. Demak, endi shu yerda qanday munosabat desang, nima deymiz ekan? Hop, gelmegenlik munosabatini ifodalaydi. Hop, bular qaysi qo'shimchalar? Qaysi so'z shakllari deydi, qo'shimcha emas. Goh, dam, xoh, bir, kabi shakllar. Endi bular hammasi qanday munosabatni ifodalayapti desa nima deyveramiz ekan? Gelmegenlik munosabatini ifodalaydi. Gelmegenlik munosabatini ifodalaydi. Xoh, do'stim bo'lsin, yo'q degan g'anim desak, to'g'rimi? Shu yerda bu ish bo'layotib bog'layapti. Endi xoh qilayotgan ishlarimga qo'lim bormaydi. Xoh barcha ishlarni qilgim kelmaydi. Mana shu yerda xoh, to'g'rimi? Bir sayohatga chiqishim kelib ketadi. Bir hech narsa qilmasdan uxlagim keladi. Ikkovsi gelmegen bo'lyapti. Masalan, ikkinchisi birini tasdiq etib ikkinchisini inkor etadi. Bunga qo'shimchasi yoki uchta. Yo. Mana. Qani, shu uchasi. Y bilan boshlangan любой deb qo'yasiz. Shu uchasi yoki yo. Mana shu yo bitta shaklda kelishi ham mumkin, takrorlanib kelishi ham mumkin. Bu birini tasdiq etib ikkinchisini inkor etadi. Masalan, aytadigan bo'lsak, haligi bola bilan ko'rishganga ketyapti va telefonlashasiz. Yo siz keling, yo men boray. Ikkovimiz yo'lda ko'rishib olmaydi. To'g'rimi? Desang, shu yerda nima bo'lyapti? Birini tasdiq etib ikkinchisini inkor etadi. Ha? Hop. Yo dars o'taylik, yo kulishaylik. Ya'ni ikkovsi ham bo'lib ketmasin. To'g'rimi? Hop. Endi yoki bo'lmasa, yoki davomini aytmasangiz ham ma'no chiqaveradi. Masalan, ayol so'kayapti, sen kechasi Zilola 2:30gacha uxlamayapsan deydi. Dars qilyapsan yoki deydi. Bu. To'g'rimi? Yoki telefon oynayapsan degan ma'no bo'lishi mumkin. Endi yaqin o'zi to'g'risi yoki teshlayapsan degan ma'no bo'lishi mumkin. Hop, ketdik. Endi davom etamiz. Hop, mana demak, ayro bog'lovchilar ikki xil vazifani bajarar ekan. Gelmegenlik, birini tasdiq etib ikkinchisini inkor etish. Albatta, barcha mavzularda xudo xolasa nima desa bo'ladi? Hayotiy misollar orqali aytib ketishga harakat qilamiz. Sababi bu hammalarga tushunarli bo'lishi kerak. Biz auditoriyamiz asosan yoshlar bo'lganligi uchun yoshlarda eng qoni qaynagan payti, shuning uchun biz shunaqa misollar orqali tushuntirib beramiz ko'p mavzuni va esingizda menimcha qoladi degan umidamiz. Yozib oling. Xo'p, endi teng bog'lovchilar haqida gaplashamiz. Teng bog'lovchilarning ichida inkor bog'lovchisi shakllarini ko'ramiz. Teng bog'lovchilarimiz qanday shakllanadi, nimaga e'tibor beriladi, nima qilinadi, nimani olishimiz mumkin va biz umumiy bog'lovchilar ikkita deylik, to'g'rimi? Teng bog'lovchilar va ergashtiruvchi bog'lovchilar. Shu teng bog'lovchilarda hozir 3 ta qismini ko'rib o'tdik. Ko'rdinglar? Masalan, birgalik, to'g'rimi? Biriktiruv, zidlov, ayriluvni ko'rdik. Endi 4-inchisi bor, inkor. Inkor shakllari. Inkor bog'lovchilar. Inkor bog'lovchilar. Inkor bog'lovchilar. Endi inkor bog'lovchilarimiz nima? Qanday hosil bo'ladi? Nimaga e'tibor qaratiladi? Inkor bog'lovchilarimiz qanday deb aytsak bo'ladi?
inkor bog'lovchisi bu na qo'shimcha so'z orqali ifodalanadi. Bu qo'shimcha emas, bu so'z. Mana bir yo'q, dam, ba'zan ayrim bog'lovchilarda ko'rdik-ku. Bular ham so'z, qo'shimcha emas. Tushundingizmi? Hop, bu ham so'z. Nana. Endi nana shunaqa narsa bo'ladi. Ba'zan yuklama olib kelib qolishi ham mumkin, ba'zan bog'lovchi olib kelib qolishi ham mumkin. Endi qachon yuklama, qachon bog'lovchi bo'lishini ko'ramiz. Qarang. Kesim. Mana shu nana kelayotgan gapning kesimi inkor bo'ladigan bo'lsa, buni biz yuklama deymiz. Bog'lovchi bo'lish uchun desak, nana kelgan gapning kesimi albatta tasdiq bo'lishi kerak. Misol uchun, hop, na ishlarga ulgurdim. Na choyimni ichib oldim. Ya'ni kesimini qaraymiz. Ulgurdim tasdig'imi? Demak, nana bu yerda nima bo'lyapti? Bog'lovchi vazifasiga kelyapti. Qanaqa vazifa ekan? Bog'lovchi vazifasiga kelyapti. Endi e'tibor bering. Nana inkor bo'lsa, inkor yuklanmasi olib keladi. Qarang, misol uchun, na qo'limda kitob yo'q. Na ishimda unum yo'q. Desak, endi shu yerda yo'q bo'lyaptimi? Inkor shaklda bo'lganligi uchun biz uni nima deymiz ekan? Yuklama deb ketyapmiz. Mana bu yerda buni biz nima deymiz ekan? Yuklama deb ketamiz. Endi e'tibor bering. Masalan, kesim yo'qmi deb boshqa so'zga qo'ysa ham bo'ladi. Na ishlarni qilmadim, na uyimga bormadim. Qilmadim. Kesim nima bo'lyapti? Inkor. Bo'ldi. Demak, bu yerda ham yuklama ekan. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, nana bog'lovchi vazifasini bajarsa, keyin qo'shmagan qismlarni bog'laydi. Tushundingizmi? Qo'shmagan qismlarni bog'laydi. Endi mana bu yerda yuklama bo'lib qolsa, qo'shmagan qismlarni bog'lamaydi ekan. Nima deb aytamiz ekan? Bog'lamaydi. Endi masalan, misol uchun aytadigan bo'lsak, na telefonni ko'rasan, na darsga quloq solasan. Desak, bog'lovchi vosita qani? Nana. Endi na telefon ko'rmaysan, na dars qilmaysan desak-chi, bog'lovchi vosita bormi? Yo'q. Faqat nima yordamida bog'layapmiz desak, ohang yordamida bog'lanadi deymiz. Tushundira oldimmi? Xo'p, yozib oling. Demak, bog'lovchi vositalar, teng bog'lovchilarni o'tdik. Biriktiruv, zidlov, ayruv, inkor. Endi keyingi bog'lovchi vositalarimiz ikkinchisi. Ergashtiruvchi bog'lovchilar. Ya'ni bog'lovchilar turkumiga kirib ketadi, ergashtiruvchi bog'lovchilarni aytib ketamiz. 4 ta bog'lovchi yordamida bog'lanadi. Sabab, shart, maqsad, qiyoslash, chalishtiruv. Demak, shu 4 ta narsa orqali ifodalanadi. Sabab, shart, maqsad, qiyoslash, chalishtiruv bog'lovchilari ergashtiruvchi bog'lovchilar turkumiga kiradi. Keyingisi, ikkinchisi, bog'lovchi vazifasidagi vositalar. Qaysi so'zlar ekan bular? Qarang, birinchisi bog'lovchilar ikki turga bo'ldik. Endi ikkinchisi esa bog'lovchi vazifasidagi vositalar. Bular birinchisi bo'lsa esa deb so'zlar. Bog'lovchi vositalar. Bularni ko'rib chiqamiz. Hammasini aytib ketaman. Bularni hammasini ko'ramiz. Yozib olinglar iloji boricha. Xo'p, bo'lsa esa deb so'zlari. Bog'lovchi vazifasidagi vositalar. Ikkinchisi, uyudagi yuklamalar. Ki ham bor. Uyudagi yuklamalar. Uchinchisi, nisbiy so'z shakllar. Xo'p, ya'ni so'roq va ko'rsatish olmoshlar orqali ifodalanadi. Masalan, kim yozmayotgan bo'lsa, u gaplashib o'tirgan bo'ladi. Halimaxon. Xo'p, kim yozmayotgan bo'lsa, u gaplashib o'tirgan bo'ladi. Kim u? Ko'rasizlar? Xo'p, keyingisi. Shuning uchun, shu sababli, shu tufayli, shu bois kabi ko'makchilik quriladi. Men darslarni video shaklda yozib olyapman. Shu sababli barcha jim o'tiribdi. Mana shu yerda shu sabab. Endi undan tashqari sa shart mayli bor. Mana sa shart mayli. Kim yoki bo'lmasa aytadigan bo'lsak, yaxshi o'qisangiz, albatta bilimingiz oshadi. Nima yordamida bog'lanyapti? Sa shakli yordamida bog'lanyapti. Mana biz faqat bog'lovchi vositalarni o'zini o'rgandik. Hali ichiga kiramiz.
Masalan, qaysi bog'lovchi vositalar qanday qo'shma gap turini hosil qilinishi va qo'shma gap turida qachon u bog'lovchi vositalar qanday shaklda kelishini bir chekka o'tib ketadi. Tushundingizmi? Xo'p, endi ikkita narsani aytib bo'ldik. Birinchisi, bog'lovchilar, ularcha teng ergashtiruvchiga bo'ldik. Ikkinchisi, bog'lovchi vazifasidagi vositalar, uning ichini 5 ga bo'ldik. Bo'lsa esa deb so'zlari, o'yudagi yuklamalari, nisbiy so'zlar, ko'makchilik qurilmalar va shart bog'lovchisi. Shartmaydi. Xo'p, endi uchinchisi esa ohang yordamida bog'lanadi. Mana 3 ta bog'lovchi vositamiz bor ekan. Va uning ichida turlar bo'lib ketdi. Xo'p, ohang yordamida. Hech qanaqa bog'lovchi qo'shimchalarsiz, bog'lovchi vositalarsiz kelsa bu ohang yordamida bog'lanuvchi bo'ladi. Qara. Do'stim keldi, ish qilmadik. Mana, do'stim keldi, ish qilmadik. Tushundingizmi? Xo'p, endi e'tibor bering. Biz qo'shma gaplarni qanday vosita yordamida bog'lanishiga ko'ra 3 turga bo'lamiz. Nimasiga ko'ra bo'lyapmiz? Qanday vosita yordamida bog'lanishiga ko'ra. E'tibor bering. Birinchisi, bog'langan qo'shma gap. Bog'langan qo'shma gap. Ikkinchisi, ergashgan qo'shma gap. Birinchisi bog'langan qo'shma gap. Ikkinchisi esa ergashgan qo'shma gap hisoblanib qoladi. Xo'p, endi uchinchisi esa bog'lovchisiz qo'shma gap. Bog'lovchisiz qo'shma gap. Mana qo'shma gap shu turini ko'rdik. Bog'langan qo'shma gap, bog'lovchisiz qo'shma gap va ergashgan qo'shma gap. Bularni bog'lovchi vositalarini ko'rib o'tamiz albatta. Qanday vosita yordamida bog'lanishiga ko'ramiz. Mana bog'langan qo'shma gaplar 3 xil narsa yordamida bog'lanadi. Birinchisi, teng bog'lovchilar. Haligi esingizda bo'lsa, bundan avvalgilarda yozdik, teng bog'lovchilar turga bo'linib ketadi. Shu turlarning hammasi teng bog'lovchilar hisoblanadi va teng bog'lovchilarni ko'rdingizmi? Bu yerda qo'shma gap qaysi tur ekan desa nima deymiz ekan? Bog'langan qo'shma gap bo'lib ketaveradi. Teng bog'lovchilar. Keyingisi, bo'lsa esa so'zlar. Bo'lsa esa so'zlar. Mana, teng bog'lovchilar. Endi bu yerda bo'lsa so'zi qaysi qismda kelishiga qarab turib. Sizga qishloqcha tushuntiradigan bo'lsa, bo'lsa esa so'zlari. Mana bu qo'shma gapimiz ikkita gapda bo'ladi dedik, to'g'rimi? Bo'lsa esa so'zlar mana bu ikkinchi gap tarkibida kelib qoladigan bo'lsa, teng bog'lovchilar hisoblanadi. Ya'ni bog'langan qo'shma gap bo'lib qolar ekan dedik. Endi mana bu birinchi gap tarkibida oxirida kelsa-chi desa, bu yerda ergashgan qo'shma gap, ya'ni shart mayli bo'lib qolar ekan. Misol tariqasida. Olimlar dunyo hamjamiyatini larzaga soldirib kashfiyotlar qilmoqda. U bo'lsa, siz ko'shni uchun topolmay o'g'iradi. Desak, to'g'rimi? Xo'p, u bo'lsa ikkinchi qismda kelyapti. Bog'langan qo'shma gap. Endi keyingisi. Birinchisi. Qarang, qachon ergashgan qo'shma gap bo'ladi? U uyda hamma narsani qilgan bo'lsa, kechasi bilan uxlamagan. Ha, u uyda hamma narsani qilgan bo'lsa, birinchi gap tarkibida kelyapti. Demak, u ergashgan qo'shma gap. Tushunyapsizlarmi? Xo'p, endi e'tibor beramiz. Ergashgan qo'shma gaplarni bog'lovchi vositalar bir chekkadan sanab ketamiz. Mana bu, qarang. Birinchisi, ergashtiruvchi bog'lovchilar. Ergashtiruvchi bog'lovchilar. Birinchi o'rinda ergashtiruvchi bog'lovchilar. O'zi ergashtiruvchi bog'lovchilar nima? Unga nimalarni keltirsak bo'ladi? Unga nimalarni keltirsak bo'ladi? Ergashtiruvchi bog'lovchilar, mana sabab bog'lovchisi bor, to'g'rimi? Shart bog'lovchisi bor, agar, garchi, mabodo, to'g'rimi? Xo'p, undan tashqari qiyoslash chog'ishtiruv bor, go'yoki xuddi undan tashqari aytadigan maqsad bog'lovchisi bor. Ularda har bittasini nima qilamiz? Ko'rib o'tamiz. Xo'p, endi e'tibor bering. Ergashtiruvchi bog'lovchilar. Ikkinchisi nisbiy so'zlar.
nisbiy so'zlar yordamida bog'lanadi. Xo'p, nisbiy so'zlarimiz qanday bo'ladi? Nimaga e'tibor beramiz? Shularni ham ko'rib chiqamiz. Uchinchisi, deb so'zi yordamida bog'lanadi. Deb so'zi yordamida bog'lanadi. Deb mana bu yerga ki ham qo'shib berdik. Ki qo'shimchasi deb so'zi yordamida bog'lanadi. Masalan, maqsadim shuki, insonlar doimo baxtli bo'lsin. Nima yordamida bog'lanyapti? Ki. To'g'rimi? Maqsadim shukidek. Endi undan tashqari seni o'qisin deb men chet tilda yuribman. Deb. Xo'p, endi aytadigan bo'lsa, ya'ni yegani aytadi-yu. Yegani nonimiz yo'qligidan kalosiga tuxum qo'shib beryapti, deydi. Xuddi shundan bo'ladi-da. Ya'ni seni o'qisin deb men non topa olmay faqat kalbasa yeb yuribman desa, shu yerda seni o'qisin deb. Ko'ryapsizmi? Shu yerda ham deb yordamida bog'laydi. Hop, va debdan avval sin buyruqsak mayli keladi. E'tibor berish. Va unda doim maqsad ma'nosini ifodalab keladi. Hop, keyingisi. Ko'makchilik qurilma. Ko'makchilik qurilma. Ko'makchilik qurilma haqida gaplashamiz. Ko'makchilik qurilma nima? U qanday hosil qilinadi? Ko'makchilik qurilmalariga shuning uchun, shu sababli, shu boisdan kabi shakllar keltiriladi. Xo'p, endi keyingisi shart mayli yordamida bog'lansa bo'ladi. Bo'ladi. Shart mayli. Shart mayli yordamida bog'lansa ham biz buni ergashgan qo'shma deymiz. Qachon bog'layapti, qachon nisbiy so'z bog'layapti, qachon ergashtiruvchi bog'lovchi bog'layapti, buni shu qo'shma gaplarning tarkibiy qismlarini qolganlarini o'tayotganimizda bir qator aytib ketamiz. Endi mana qarang, birinchisi bog'langan qo'shma gap, ikkinchisi ergashgan qo'shma gap, uchinchisi esa bog'lovchisiz qo'shma gap. Bog'lovchisiz qo'shma gap bog'lovchi vosita bitta. Ya'ni nima yordamida bog'laydi ekan? Ohang yordamida bog'laydi ekan, bo'ldi. Mana. Ohang yordamida bog'laydi. Tushuntira oldim? Muammo emas. Ya'ni bu yerda bog'lovchi vositalar yo'q. Nimaga o'rganamiz unda desak, bunda bulardan battar narsa bor, tinish belgilari bor. Qachon ikki nuqta, qachon nuqtali vergul, qachon tire qo'yiladi, qachon vergul, qachon nuqta qo'yiladi. Shularda hammasini bunda o'rganamiz. Yozib oling. Endi mana qo'shma gaplar va sodda gaplar bir-biridan farqini ko'rdik. Umumiy qo'shma gaplar turlariga ajratib oldik. Endi xudo xolasa keyingi darsimizda bog'langan qo'shma gap nimaligi, ergashgan qo'shma gap nimaligi yoki bog'lovchi qo'shma gaplar nima va qanday tinish belgilari yordamida bog'lanishini keyingi darslarimizda o'tamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.